2025-yilda to'yi bo'lgan mashhurlar. Like bosib qo'ying, biz esa videoni boshladik. 36 yoshli Feruza Nurmatova 15-oktyabr kuni 23 yoshli MMA jangchisi Oloyor Abdushukurovga turmushga chiqdi. Nikoh oqshomi 15-oktyabr kuni poytaxtdagi to'yxonalardan birida bo'lib o'tdi. Kechada o'zbek shou-biznesining ko'plab vakillari va blogerlar mehmon bo'ldi. 7-iyul sanasida blogerlar Shahlo Alijonova va Shohruz Ro'ziboyevning nikoh oqshomi bo'lib o'tdi. Yoshlarning qonuniy nikohdan o'tish marosimi tabiat qo'ynida bo'lib o'tgan edi. 27-may kuni Mendirman Jaloliddin serialida rol ijro etgan aktyor Jahongir Abdumalikov uylandi. Uning to'yida o'zbek kinosining eng taniqli aktyor va aktrisalari mehmon bo'ldi. Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva va aktyor xonanda Usim taxallusi bilan mashhur Islom Mansurovning 7-avgust kuni nikoh oqshomi bo'lib o'tdi. Juftlik karantin davrida Instagram orqali tanishib qolib, 5 yil davomida bir-birini o'rgangan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fotima Rejametova o'g'li Firdavsni uylantirdi. To'y poytaxtdagi restoranlarning birida bo'lib o'tdi. Kelin-kuyov Iroda Dilrozning yor-yor sadolari ostida to'yxonaga kirib keldi. Noodatiy ijodi bilan tanilgan xonanda Nasafiy 20-avgust kuni o'z sahifasida qonuniy nikohdan o'tganini e'lon qilib, video joyladi. Shaxsiy hayotini u darajada ochiqlayvermaydigan qo'shiqchi nikoh to'yidan foto va videolar ulashmadi. Taniqli model va instabloger Monika 28-aprel kuni turmushga chiqdi. Uning to'yi Dubayda bo'lib o'tdi. 20 yoshli futbolchi Abduqodir Husanov 28-may sanasida Mohinur ismli qizga uylandi. Uning nikoh oqshomi O'zbekiston sporti va san'ati yulduzlarini bir davraga jamladi. Parij 2024 Olimpiada o'yinlari oltin medal sohibi Asila Mirzayorova shu yilning 26-yanvar kuni turmushga chiqdi. 25 yoshli sportchining nikoh oqshomi ota yurti Qashqadaryoda bo'lib o'tdi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang va Navoiy telekanalining rasmiy sahifasiga obuna bo'ling.